hamma narsa bilan bo'lishamiz dedik mana. Yarim tayyor sokil mahsulotlarimiz terishimizni 5-kuni ko'rishingiz mumkin. Ustakalarimiz o'zi bugun 9,5 lik tikkani ham qo'yib bo'lishibdi. Ko'rishingiz mumkin. Ideal bo'lgan choklariga e'tibor berib qo'yasizlar. Hozir choklariga ko'rsataman. Loylari ham quyilishni boshlagan, o'zi nam chiqqandan bilsalaring bo'ladi. Kecha kuni qanaqa quyiladi? 5 sant quyiladi akalar har kuni. Ko'rishingiz mumkin. Har kuni emas, masalan, shu loy singishni boshlaydi, quyib to'ldirib ketaveradi. Kunora to'ldiriladi, ko'rishingiz mumkin. Bu tarafini ham mana loylari ham quyilyapti, xudo xolasa. 9,5 ligi. Choklari sal qorong'ushib qoldi, umuman bilinmayapti, lekin o'sha aytganimdek tezlikka yarasha sifat ham unutilmayapti. Parrilgan, ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa ideal ketyapti, ko'rishingiz mumkin. Yorug'roqdan ko'rsatay. Onni hovlimizga quyib chiqilyapti, xudo xohlasa kuzatishda davom etinglar. Hech kunda bitar ekan. Hamma narsa bilan bo'lishamiz dedik mana. Albatta, sokil mahsulotini hali pulini hisoblaganimiz yo'q, ochig'ini aytaman. O'zimiz yaqin akamiz xonadonlari ustalar mana shunday yarim tayyor holatda chiqyapti mahsulot. Shuning xizmatini 200 ming so'm, 220 ming so'mdan joyiga qarab olishyapti. 1 kvadrat uchun. Faskalari hammasi kesilgan, detalli bo'lib berilgan, xudo xolasa. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Kuzatib borishda davom etinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Videoni tugatib bo'lgandim, lekin buni olmasam, sizlarga ko'rsatmasam bo'lmasdi. Ko'rishingiz mumkin 9,5 ming chokka mana. Faskasi urilgan, orqasi pichoq qilib ochilgan. Bo'shda emas. 7ligida, mana 7ligida mana shu yerda chok bor. Mana yaqindan ko'rsataymi? Mana shu yerda chok bor. Ideal chiqibdimi akalar? Ustalar mehnatiga prosta respekt, yorib yuborishibdi. Tezlik bo'lgani bilan sifat unutilmagan holatda bo'lyapti. Alhamdulillah.